Shayx Fariddin Attor o'zining Tazkiratul Avliyo asari muqaddimasida avliyolarning so'zi inson qalbining malhami va ruhining quvvati. Kimki ularning so'zini diliga joy etsa, ichki olamini tartibga soladi deb yozadi. Shuni yodda tutish lozimki, bu zotlar bizning bugungi mezonlarimizdan mutlaqo boshqacha mezonlar asosida yashaganlar. Ular ilohiy olamning abadiyligiga nafaqat ishonganlar, balki uni mazkur abadiylikda azaldan mavjud deb hisoblaganlar. Sufiylar hayotidagi holatlar, ilohiy lahzalar tasvirlarini ular yashagan davr muhiti bilan bog'lab o'rganish lozim. O'rta asrlarda Markaziy Osiyo xalqlari orasidan Sharq irfoniy tafakkuri taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan mutafakkir, mutasavviflar yetishib chiqadi. Hojigon Naqshbandiya tariqatining Silsilatul Zahab, ya'ni oltin silsilasida 20-halqani egallagan Bahouddin Naqshbandning shogirdi Shayx Yaqub Charxiydan Naqshbandiya tariqati asoslarini o'rgangan, qalbi dunyoga bog'liqlikdan va ikki olam qayg'usidan forig' bo'lganligi uchun Hoji Ahror deb nom olgan Hoji Ubaydulloh Ahror vali vatani bo'lmish Toshkentda yana ikki aziz avliyo Mo'in Xalfa Eshon hamda Muhammad Mirali Shoshiy Qoratoshiy nomlari alohida e'zoz va ehtirom bilan e'tirof etiladi. Mo'in Xalfa Eshon avlodlarining shajarasi va ishonchli manbalarga ko'ra, bu avlod kelib chiqishi Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ga borib bog'lanadi. Muhammad Mirali Shoshiy Qoratoshiy avlodi esa Hazrati Aliga tutashadi. Hazrati Usmon bin Affonning avlodlari O'zbekistonga yetib kelgan bo'yicha ma'lumoti, bular Hazrati Usmonning ayollar Ruqoyonadan deb hisoblanadi. Ularning o'g'illari Hazrati Usmonning Ruqoyona ayollarning o'g'illari Said bo'lgan. Said aynan shu O'zbekistonga Samarqandga yetib kelgan. Ya'ni islom dinini o'qitish, Qur'onni ilmini o'qitish, hadis o'qitish maqsadida kelgan. Saiddan Samarqandda Abu Berun degan o'g'il tug'ilgan. Abu Berunning o'g'illari Abu Dovrun bo'lgan. Hozirgacha ular maqbalari mavjud. Abu Berundan Homidxon Eshon degan odam tug'ilganlar. Homidxon Eshondan esa Mo'in Xalfa Eshon. Aynan biz hozir o'sha Mo'in Xalfa Eshon masjidida turibmiz, Qorasaroyda. Mo'in Xalfa Eshon avvalgi paytlarda Samarqandga yashaganlar, keyin o'zlarini ilmiy faoliyatlari bilan Qur'on ilmini, hadisni o'rgatish faoliyatlarini Toshkentga, shu Qorasaroy tumaniga yetib kelganlar va shu masjid oldin uylari bo'lgan. Mo'in Xalfa Eshon haqiqatan ham karomatli odam bo'lganlar. Odamlarni yetishlari bo'yicha ko'p odamlarga yordam berib davolaganlar, Qur'on suralarini o'qiganlar. Bunga ko'p dalillar bor. Qariyalar aytishadi. Misol uchun ular Samarqanddan kelayotganlarda Toshkentga Karvonsaroyda to'xtab, aynan shu Qorasaroyda Karvonsaroyda to'xtab, to'nab qolgan paytlarda bir nechta odamga yordam berganlar. Mo'in Xalfa Eshondan o'g'illari, keyin nevaralari Said Valixon To'ra. Said Valixon To'ra aynan hozir ularning avlodlari bu Mo'ldopamlar, Mo'lidopa, Said Valixon To'ra qizlari, ular Qorasaroyda turadilar, ularning avlodlari hisoblanadi. Said Valixon To'ra ham xuddi shunaqa karomatlarga ega bo'lgan odamlar. Ularning bobolari Mo'in Xalfa Eshon. Ismlarida xalfa degan so'z ishlatgani degani bu odam o'sha paytda xalfa degani ustoz degani, mudarris degani aynan shu dindan dars bergan odam deb hisoblanadi. Vali so'zi esa, misol uchun mana Said Valixon To'rada vali degani Allohga yaqin odam, ya'ni oyatlarni biladigan, Qur'onni xatm qiladigan, Qur'on ilmidan dars beradigan, ya'ni Allohga ibodat qiladigan odam deb bildirilgan edi. Bugungi kunda ajdodi bir bo'lgan, ya'ni Ka'b ibn Luayga borib bog'lanadigan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar ibn Xattob, Hazrat Usmon ibn Affon, shuningdek Shayx Said Abdul Qodir Jiloniy, Shayx Umar Vali Bog'istoniy, Shayx Xovandi Tohur, Hoji Ubaydulloh Ahror Vali, Mo'in Xalfa Eshon, Muhammad Mirali Shoshiy Qoratoshiy avlodlari orasida Toshkent shahrida yashab kelayotgan tabarruk oilalar, xonadonlar o'ziga xos o'rin tutadi. Men juda ham mamnuniyat bilan shu bugun meni bobolarim, katta bir bizni azizlarimizni, avliyolarimiz to'g'risida tariqat silsilasining oltin zanjiri asoschilari, davomchilari Mo'in Xalfa buvamiz hamda Muhammad Mirali Shoshiy Qoratoshiy davomchilarimi. Bugungi kunda bizni buvalarimizni, mana shu bizni avlod ajdodlarimizni
O'zbekiston tarixini bugungi kunda yoshlarimizga yetkazib berish bizni burchimiz, vazifamiz deb bilaman. Men Muxlisaxon Mansurxon qizi Muhammad Mirali Shoshiy Qoratoshining chabiralari bo'laman. Albatta, bugungi kunda bizni O'zbekistonimizda mana shunday imkoniyatlar yaratilgandan biz juda ham mamnunmiz. Chunki bizni yurtboshimiz tomonidan, yurtboshimizning tashabbuslari bilan mana shu O'zbekiston tarixini o'rganishimizga imkoniyatlar yaratib berildi. Biz avlod ajdodlarimiz nomidan minnatdorchilik bildirgan holda biz buvalarimizni tilga olar ekanmiz. Bugungi kunda bizni yoshlarimiz ham o'zlarining 7 avlodlarini bilishlari, o'zlarining sajaralariga e'tibor berishlari bu juda bir aziz bir narsa deb o'ylayman. Bu shajarada Usmon bin Affon, Hazrat Usmonning payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan qarindoshchilik rishtalarini, ya'ni qondoshligini ko'rsatish. Ushbu shajara Saudiya Arabistonining mashhur nasabshunos Ibrohim ash-Sharifiy tomonidan ishlab chiqilgan. Bu mashhur olim Naqib al-Ashraf, ya'ni ularning naqobatini a'zosi, shajarashunos. Ushbu shajara ko'rib turganingizda mana yashil bilan belgilangan Usmon bin Affon ismi arab tilida, Hazrat Usmon. Bu yerda Hazrat Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ko'rib turish mumkinki, bu belgilangan mana ismlar Usmon bin Affon, Abu Bakr Siddiq, Umar al-Xattob va payg'ambarimizlarni ildizlari birligini ko'rsatilgan mana, qondoshligini. Quraysh qabilasi deb yozilgan, Quraysh qabilasidan kelib, uchalasi ham bitta qondosh deb yaqqol holda ko'rishingiz mumkin qondoshligini. Ya'ni Usmon bin Affon Abdushamsdan kelib chiqib, Abdumanafdan kelib chiqyaptilar. Usmon bin Affon bilan Hazrat Usmondan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan shajaralari mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Qusay bin Kilabda tutashar ekan. Ya'ni Qusay bin Kilab degani Qusay Kilabning o'g'li degani. Aynan shu joyda Qusay bin Kilabda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning Usmon bin Affon bilan Hazrat Usmon bilan shajarlari to'qnashar ekan. Ular aynan Qusay bin Kilab orqali qarindoshchilik, ya'ni qondoshlik rishtalariga ega deb hisoblanadi. Va hamda mana Umar bin Xattob, Hazrat Umar radhiyallohu anhu, Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, Hazrat Umar bin Xattob Aday qabiladan kelgan bo'lsa, Abu Bakr Siddiq Taymdan bo'lsa, Murra bin Kabga bot taqiladi. Oldingi shajarada ko'rsatganimizdek Murra bin Kabga taqiladi. Ya'ni Murra Kabning o'g'li, albatta Qusay bin Kilab bilan birga qo'yilgan maqsad bu yerda ko'rib turganingizda bularni tomiri bitta, qoni bitta, ildizi bitta degani. Ya'ni shundan xulosa qilamizki, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam, Usmon bin Affan, Hazrat Umar al-Xattob, Abu Bakr Siddiqning qoni bitta, ya'ni ularning Quraysh qabilasidan kelib chiqqan holda Murra bin Kab, Qusay bin Kilabdan tutashgan joyda ularning tomiri ildizi bitta deb tasdiqlangan. Islom tarixidagi 3-xalifa Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Zunnurayn, ya'ni ikki nur sohibi deb ataladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu islom tarixida ham musulmonlarni ilk iymon keltirganlari va shuningdek Roshidiy xalifalarning 3-chisi sifatida alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu kishini nasablari haqida gapiradigan bo'lsak, nasablari haqida turli xil nasab kitoblarida shunday keltiradiki, to'liq ismlari sifatida Usmon ibn Affon ibn Abul Os ibn Abdushams ibn Abdumannof ibn Qusay ekanliklarini keltiradi. Bundan ma'lum bo'ladiki, bizga u kishini nasablari to'g'ridan to'g'ri Muhammad alayhisalom bilan bog'lanadi. Shuningdek, u kishilar onalarini ham nasablari Qusay nasabida Muhammad alayhisalomga borib yetadi. Chunki ona tarafdan Usmon ibn Affon roziyallohu anhu ni ammalari Bayzo ibn Abdul Muttalibga borib taqaladi. Bayzo ibn Abdul Muttalib esa demak Muhammad alayhisalomning demak ammalari hisoblanadi. Usmon ibn Affon shaxsiyati haqida yana to'xtaladigan bo'lsak, u kishini dunyoga kelishlari mashhur islom tarixidagi fil voqeasidan 6 yil o'tib dunyoga kelganlar. Fil voqeasi bilamiz, Muhammad alayhisalom tug'ilishlaridan 50 kun oldin bo'lgan voqea. Ana shu voqea islom tarixida mashhur bo'lib, fil voqeasi nomini olgan. U kishiga demak islom ulamolari Zinnurayn laqabini berganlar. Zinnurayn degani bu ikki nur sohibi degan ma'noni anglatadi. Nima degani desa, Usmon ibn Affon payg'ambarimiz alayhisalomning ikkita qizlariga uylanganlar. Shuning uchun u kishi ikki nur sohibi deb ulug'langanlar, mashhur bo'lganlar.
va payg'ambar alayhissalomni Ruqayya va Ummu Kulsum ismli qizlariga uylanganliklari demak siyar kitoblarida, sahobalar hayotiga bag'ishlangan kitoblarda keltirib o'tiladi. Mana bu shajaralarni ko'rib turganingizdek, bu Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Xattob va Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning shajaralari qaysi tomonidan tahlil qilingan? Bularning otasi bir Kab bin Luay. Ya'ni uchalasi ham Abu Bakr Siddiq, Umar Xattob, Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam bitta qabiladan, Quraysh qabilasidan kelib chiqqan holda, ularning bobosi bitta Kab bin Luay. Bu nima degani? Bularning tomiri, qoni bitta degani. Bu Abu Bakr Siddiq deb aytdik, paytida Qur'on mushafi Abu Bakr Siddiq paytida to'plangan, jamlangan va savodli kishilar tomonidan to'plam qilib Qur'on deb Usmon mushafi qilib chiqarilgan. Bu jarayonda Umar al-Xattob ham qatnashgan. Ularni hammasini Umar al-Xattobga bu maqsad bu shajaradan bularni qondoshligini ko'rsatish va bu ushbu shajaraga ham kelajakda bu yerda bitta alohida bitta chizib jadval qilib Usmon bin Affonni ham qo'shsak bo'ladi. Chunki bularni kelib chiqishi hammasi shu Quraysh qabilalaridir deb degani. Bu endi boshlik shajara. Ya'ni Umar al-Xattob avlodlari bular Sheyx Umar Vali Bog'istondagi 17-avlod deb hisoblanadi. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamning nevarasi Imom Hasandan kelib chiqadigan Said Abdul Qadir Jiloniy hazrati, ularning avlodlari Toshkent shahri, Xorazm, Beshariq, Farg'onaning Beshariq tumanlarida istiqomat qilishadi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu nihoyatda ilmli, boy va saxiy edi. U islom dunyosida xalifa bo'lgach, musulmonlar soni oshadi. Islom tarqalgan hududlar kengayadi. Usmon ibn Affon davrida islom dini Farg'ona vodiysigacha yetib bordi. Va ayni shuningdek Urumchi taraflarga, ya'ni Xitoyga chegaradosh taraflarga va Hindiston tomonlargacha ayni islom yetib borganligi to'g'risida tarixiy manbalarda bu haqda ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Usmon ibn Affonni ilk islohotlaridan biri bu aynan Masjidun Nabaviy, Muhammad alayhisalom tomonidan qurilgan, Madinada qurilgan masjidni yangidan qurganliklari hisoblanadi. Endi u kishi shunchaki yangidan qurib qo'ymaganlar, balki uni hududini kengaytirganlar. Avval mana Muhammad alayhisalom tomonidan Masjidi Nabaviy xom g'ishtdan qurilgan bo'lsa, endi Usmon ibn Affon uni naqsh o'yilgan toshlar va pishgan g'isht bilan qaytadan barpo qilganlar. Usmon ibn Affon Madinada qahatchilik bo'lgan paytida o'zlarining hisobidan Rama deb nomlangan quduqni musulmonlar shu foydalanishga shu Xudoning yo'lida shunchaki demak topshirgan. Bu quduqning narxi 35 ming dirhamni tashkil etgan. O'zlarining hisobidan ana shu quduqni sotib olib, qahatchilik paytida musulmonlar foydalanish uchun demak vaqf qilib berganlar. Va yana boshqa demak saxovatpesha ishlaridan biri shuki, Badr g'azoti va boshqa g'azotlarda, xususan Tabuk g'azotidagi talofatlarni qoplash maqsadida musulmonlarga yordam berish uchun o'z hisobidan 50 ming dirhamni ajratganlar, vaqf qilib berganlar. Bundan ham ko'rib turibdiki, bu inson qanchalik saxovatpesha, nafaqat husni xulqda, balki insonlarga yordam berishda, jamiyatni o'ylashda, jamiyat ravnaqi uchun qayg'uradigan shaxs sifatida quyidagi amaliyotlarni qilgan ishlarini misolida ko'rishimiz mumkin. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrida Qur'oni Karim yagona nusxa, mushafga keltirilib, islom o'lkalariga tarqatiladi. Usmon mushafi hozirgi paytda biz o'qiyotgan Qur'oni Karim shakli bo'lgan. O'sha paytdan beri hozirgi tartibda o'qib kelinadi Qur'oni Karim. Mana Qur'oni Karim bilamiz, 114 ta sura, Fotiha surasidan boshlanadi, Nas surasida tugallanadi. Bu mushafni o'sha tartibda tartiblagan shaxs sifatida Usmon ibn Affon tarixda qolgan. Hozirgi tartib mana 30 poradan, demak Baqara surasida 286 oyat, har bitta surada shuncha oyat bo'lishi, qaysi sura qaysi tartibda turishini tartiblagan shaxs ayni Usmon ibn Affon hisoblanadi va 14 asrdan beri Qur'oni Karim shu shaklda saqlanib o'qib kelinmoqda. Yana bir e'tiborli jihati shundaki, hozirgi paytgacha chiqariladigan Qur'on nusxalarini boshida, ya'ni ilk sahifasida bu mushaf Usmon mushafi asosida ko'chirilgan deb yozib qo'yiladi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, Qur'oni Karimni demak hozirgi tartibga keltirilishida va saqlanishida Usmon ibn Affonni qanchalik xizmatli, kuchli, alohida o'ringa ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hazrat Usmon bin Affon ushbu mushafni o'zlarining qo'llari bilan yozganlar deb aytishadi. Va ularni o'ldirilganda, ularga hujum qilganlarda Usmon mushafi qo'llarida bo'lgan. O'ldirishayotgan paytda qon to'kilib, Usmon mushafiga qoni to'kilgan. Aynan o'sha nusxa
O'zbekiston o'lkamizga yetib borgan. Muqaddas Usmon mushafi yurtimizga keltirilishiga oid ikki qarash mavjud. Abramov o'sha payt Zarafshon okrugini general polkovnik Gelangaramov o'zining yordamchisiga Serovka polkovnika Hoji Ahror Valiy masjidida Samarqandda Usmon mushafi bor ekan, juda ham noyob muqaddas kitob, buni qo'lga olish kerak deb aytganlarida ruhoniylar ularni endi hozir Buxoroga jo'natmoqchi bo'lgan paytda ruhoniylardan, ya'ni imomlardan, Hoji Ahror Valiy masjidi imomlari 125 so'mga sotib olishgan degan naql bor. Bu birinchi naql. Sotib olingandan keyin shunaqa qilib Usmon mushafi Samarqanddan joy olgan va Samarqanddan keyin Peterburgga borib jo'natilgan Chor hukumati paytida. Ikkinchi naql shundan iboratki, Xo'ja Ahror Valiyning bitta muridi hajdan qaytayotganda Rumda hajdan Rumga qaytgan, hozirgi Konstantinopol, Rum imperatori jiddiy kasallik ekan. Rim imperatori aytibki, kim mana shu darddan qutqarsa, meni davolasa, men unga aytgan narsasini beraman debdi. Shu murid shuni bilib, uni darddan qutqaribdi. Ya'ni shifo topib kelgan so'rabdi, nima xohlayapsan uni evaziga? Sizlarni kutubxonanglarda qadimgi Hazrat Usmon o'zlarini qo'llam yozgan, qonlari tushgan Usmon mushafi bor. Shuni menga berildi. Rum imperatori noiloj o'zining vazirlari bilan maslahatlashib Qur'on mushafini shunaqa qilib muridga, Xo'ja Ahror Valiy muridiga berdi va murid o'zini pirga, Xo'ja Ahror Valiyga Samarqandga yetkazdi. Bu birinchi naql. Bu birinchi naqlga manbalarga aytilganda bitta olim bor edi O'zbekistonda, Hamid Ziyoyev degan. Aytganki, bunga ishonch qiyin bo'lgan, chunki bunaqa noyob, qimmatbaho kitob, muqaddas kitob shunaqa yo'l bilan muridga tushirib, murid orqali Hoji Ahror Valiyga yetkazishi bu afsonaga o'xshaydi dedi. Ikkinchi naqlda aytilganki, Amir Temur Turkiyaga kelganda Boyzidxonni mag'lubiyatga uchratgandan keyin uni kutubxonasidan Usmon mushafini qo'lga olib Samarqandga olib kelgan. Bu ikkinchi naql deb hisoblanadi. Shunaqa qilib Usmon mushafi, Hazrat Usmonning mushafi Samarqandda Hoji Ahror Valiy masjididan joy topgan. Chor hukumati askarlari o'z davrida general Abramov boshchiligida o'sha payti ularga bergan ko'rsatmaga qaraganda butun 3 ta xonlikni, O'zbekistonning xonlikni, Qo'qon xonlikni, Xiva xonlikni nodir tarixga, etnografiyaga, til adabiyotga tegishli qo'lyozmalarni va ashyolarni qo'lga kiritish o'lja sifatida degan bir maqsad qo'yishgan o'ziga va o'sha paytda, o'sha faoliyat yuritayotgan paytda ular Qur'on mushafi Samarqandda saqlayotganini to'g'risida bilib qolishdi. Shu yo'l bilan ularni u Qur'on mushafini, Hazrat Usmon mushafini Samarqanddan Peterburgga olib kelishgan. Va shundan keyin o'sha Qur'on mushafi Peterburgda birinchi bo'lib Maorif vazirligida, ikkinchi bo'lib keyin Saltykov-Shidrin muzeyida saqlangan ekan. O'sha paytda saqlanganda Qur'on mushafini bir elchi ko'rib qolgan ekan. Qashg'ardan kelgan Taraxo'ja degan elchi ko'rib qolib, uni tanib, aytibdiki, bu men bilaman, bu Qur'on mushafi Hazrat Usmonning o'zining qo'llari bilan yozilgan Qur'on mushafi va ularni o'ldirgan paytda qonlari to'qilgan mushaf, aynan shu mushafini men Samarqandda ko'rganman debdi. Shundan keyin Peterburgdan, chunki undan oldin aytildi-ku, Chor hukumati qo'lga o'lja olgandan keyin ular hamma ashyolarni To'ron zamindan, ya'ni O'zbekistonga, Rossiyaga, Peterburgga borib jo'natilgandan keyin shunaqa yo'l bilan Qur'on mushafi Peterburgdan Toshkentga olib keltirilgan. Bu butunjahon ilm fanida oltin yombi singari yuksak qadr-qimmatga ega betakror hodisa deb e'tirof etiladi. Undan oldin bo'lgan paytlarda Qur'oni Karimga nafaqat musulmon davlatlari, balki Yevropa davlatlari ham o'zini e'tiborini qaratgan. Ya'ni bu nima degani? Nasroniy dini vakillari, Nasroniy davlati xalqlari Qur'oni Karimga e'tibor berishgan. E'tibori nimadan iborat bo'lgan? Bu kitobni ular bir nechta tilga tarjima qilishgan. 8 marotaba Qur'oni Karim fransuz tiliga tarjima qilingan, 10 marotabadan ko'proq ingliz tiliga tarjima qilingan, bir necha marotaba nemis tillariga tarjima qilingan, rus tillariga, eng avval borib lotin tiliga tarjima qilingan. Bu nimadan iborat deilgani? Bu Qur'oni Karimdagi suralar hayotda odamga odob axloqni ifodalovchi muqaddas kitob deb hisoblangani uchun, ularga qiziqish uyg'otgani uchun, Yevropadagi xalqlar qiziqqani uchun tarjima qilingan. Bartel degan bitta olimimiz bor edi, sharqshunos olim. Bartili gaplari bo'yicha islom dini boshqa dinlarga qaraganda ularda tinchlik va bag'rikenglik fazilatlari ko'proq yoritilgan. O'shaning uchun bu dinga boshqa dinlari ham e'tiborni qaratib ko'proq qiziqishi bildirishgan. Biz aytib o'tdik, Qur'oni Karim ko'p tillarga tarjima qilindi, lekin o'sha payt tarjima qilingan paytlarda Yevropa tillarini tarjima qilgan paytiga, ingliz tiliga, lotin tiliga aytdik, nemis tiliga, Turon tillariga tarjima qilinmagan edi hali. To'g'ri. Zero butun islom olamida buyuk mutassavvif,
muhaddis, mutafakkir allomalar, faqihlar sifatida e'tirof etilgan Turon olimlari Qur'oni Karim va hadisni asliyatda arab tilida yod olib, o'z bebaho asarlari, tafsir, fiqhga oid kitoblarni ham arab tilida bitadilar. Qur'oni Karimni tarjimalaridan biri bu Abdulaziz Mansur tarjimasi, Olovuddin Mas'ud tarjimasi hamda oxirgi eng mashhur bo'lgan tarjimalari doktor Said Sardorxon Jahongir Jiloni, ya'ni Turkiston Saidlar Eshonlar xalqaro tashkilotining raisi tarjimalarni qilganlar. Usmon mushafining har bitta odam arab tilini biladigan ham odam mutaxassis ham tushuna olmasligi mumkin, chunki bu eski kufiy tilda yozilgan bo'lib, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu o'zlarining tomonidan yozilgan kitob bo'ladi, eski kufiy xatida. Ushbu eski kufiy xatini bular transliteratsiya qilib, ya'ni transliteratsiya pastidan oddiy arabcha matndagi tarjimasini, ya'ni oddiy arabcha Qur'onni joylashtirib, uni izohlab berishgan. Transliteratsiya qilish. Transliteratsiya nima degani? Mana ko'rib turganingizdek, bu Hazrat Usmon mushafini Baqara surasining 1-beti. Mana bu harflar hammasi o'sha kufiy harflari Hazrat Usmon tomonidan o'zlarining shaxsan qo'llari bilan yozilgan kufiy xatdagi oyatlari. Ushbu oyatlarda arab tilini biladigan odam mutaxassis ko'rish mumkinki, nuqtalari yo'q. Buni o'qish qiyin bo'ladi. Shuning uchun hozirgi proyektda Sardorxon Jahongir ushbu har bitta oyatini pastda o'zimizni tushunadigan tilda, arab tilida harakatlar bilan, nuqtalar bilan Qur'oni Karim oyatlarini qo'yib chiqyaptilar hozir. Qur'on mushafini olib, tepadagi Hazrat Usmon o'zlarining qo'llari bilan kufiy xatda yozgan oyatlarini pastiga analogini, transliteratsiyasini, misolini arab tiliga Qur'onidan o'qishib tushunsa bo'ladi. Bu loyiha birinchi marta qilinayotgan O'zbekistonda eng yirik loyiha deb hisoblanadi. Bu loyiha xudo xolasa yaqin orada tugatilib, keng ommaga, auditoriyaga tarqatiladi. Musulmon sivilizatsiyasining oltin asrida islom madaniyati butunjahon moddiy va ma'naviy madaniyati darajasini belgilay boshlaganda, o'sha davrda islom yombisi sifatida bugungi kunda ham ardoqlab kelinayotgan bebaho buyuk ilmiy meros shakllanadi. Sharq donishmandligi maqbara, madrasa va masjidlarning ko'kka intilgan lojivard gumbazlar, naqshlar gulistoni bo'lmish baland peshtoqlar, osmon toqining tayanchi misol turgan ustunlarda namoyon bo'ladi. Toshkentning moviy oltini bo'lmish betakror yodgorliklardagi naqshu nigorlarning oftob nurlarida jilva sochishi, yulduzlarning kumush nurlarida tovlanishini ko'rib, ajdodlar dahosi va inshootlarning mukammal mutanosibligidan hayratga tushasiz. Bu azim shaharda joylashgan Mo'yin Xalfa eshon majmuasi zaminimizdagi qadimiy yodgorliklardan biri sifatida asrlar davomida asrab, ardoqlab kelinadi. Bugungi kunda men mana shu Ahmad Maxtum Sheyx Qoratoshi Mo'yin Xalfa buvaning mana shu majmualarida turibmiz. Shu yerda maqbaralari qad rostlagan. Biz shukronalar aytishimiz kerakki, bugungi kunda mana shu tarixiy joylar qoldirilgani. Mana hozir biz silsila deyapmiz, zanjir deyapmiz. Bizni O'zbekistonimizning bugungi kunda qadriyatlari juda ham bir ulug'. Avvalambor mana shu silsilaning tagidagi ildizlarimiz, bizni bobo-kalonlarimiz. Mana biz xotiralab mana shu majmualarni tiklashga biz yurtimiz tomonidan har bir tomonlama bizni qo'llab-quvvatlashyapti. Biz bolalarimizni tilga olganimizda ularning ilmlari, Qur'onga muhabbatlari, mana shu ajdodlarimizning joylarini mana shu muzey tariqasida misol qilib aytamizki, mana islom sivilizatsiyasi, Al-Imom Buxoriy. Biz albatta faxrlanamiz. Chunki Samarqandga bizni borgan mehmonlarimiz, Buxoroga tashrif buyurgan mehmonlarimiz, bizni Azmi shahrimiz, Toshkent shahriga buyurgan mehmonlarimiz bu majmualarni ko'rib hayron qolishyapti. Men o'ylaymanki, mana shu bizni ildizlarimiz, bizni bobo-kalonlarimizning bizlar uchun, bizni buvalarimizga, bizni dadalarimizga qoldirgan ilmlari bugungi kunda ham davom etib kelyapti. Mo'yin Xalfa eshon majmuasi to'g'ri to'rtburchak shaklga ega bo'lib, o'lchamlari 5,148 ga 6,116 metrni tashkil etadi.
Yodgorlikdagi bir xonaqoli peshtoq gumbazli maqbara 3,5 ga 3,5 metrli kvadrat ko'rinishga ega. Maqbara uzra silindrik barabanga o'rnatilgan sferik konus shaklidagi gumbaz butun inshootda dominantlik qiladi. Baraban gorizontal g'isht taxlamlari hosil qilgan sfera shaklidagi yelkanlarga tayanib, gumbaz postamenti, ya'ni tayanchi vazifasini o'taydi. Maqbaraning old qismida davom etib keladigan devorlar yuqorida peshtoq bilan yakunlanadi. Manbalarga ko'ra, maqbarada Mo'yin xalfa eshon va uning farzandi Umarxonning sag'analari joylashgan. Men xohlardimki, mana shu bugungi o'sib kelayotgan yoshlarimiz o'zlarining avlod ajdodlarini, men 7-avlod bo'laman. Bugungi kunda buvamni nomlarini qo'ydik. Eng kenja nabiramni nomini Ahmadxon To'ra Eshon buvani nomlariga qaratib qo'ydik. Chunki 2024-yilda bizda Toshkent City'da qad rostlagan maqbara, mana Mo'yin xol buvani bu kishilar xudo bo'lishgan. Mo'yin xol buvaning qizlarini meni buvam Ahmad Maxtum Sheyx Qoratoshi o'ylanganlar. Shundan avlod ketib bugungi kunda mana u kishilarni nomlarini qo'yapmiz. Mana shu majmuaning o'zi Mo'yin xalq buvaning mana shu bugungi kunda kichkinagina masjidlari, mana shu bu majmuani qoldirishi bu mo'jiza. Biz mana shu o'zimizni tariximizga, o'zimizni bugungi kelib chiqishimiz avlodiga qarasak, Toshkent City'da bizni maqbaramiz mana shu katta parkda o'sha yerga kelib qabrlar bormi deb. Mana bu yerga ham hali mana shu yerga ko'p bizni sayyohlarimiz kelishmagan deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, biz mana shu o'zimizni qadriyatlarimizni, kitoblarimizni, bugungi kunda avlodlarimizni shajaralarini ingliz tiliga, mana arab tillariga ko'chirib o'zimizni shajaramizni, qanday biz avlodimizni aziz mukarram qilishimizni butun dunyoga yoyishimiz kerak deb o'ylayman. Asrlar davomida shu meros negizida sayqal topib kelayotgan qadimiy tariqatlar, ularning atoqli namoyandalarining hayot yo'li biz avlodlar tomonidan hamisha yuksak ibrat namunasi sifatida ardoqlab kelinadi. Men mana shu so'zimni oxirida aytmoqchimanki, mana shu ularning mo'jizalari, ularning bugungi kunda bizni qalbimizda, bizni butun yurak vijdonimizda mana shularning bugungi kunda o'sha davrdagi ularni bergan ilmlarni biz davomchilari bo'lib, bizni farzandlarimiz ham o'sha ilmlarni davomchilari bo'lsa, men o'ylaymanki, bizni yangi O'zbekistonimiz mana shunday bugungi yutuqlarga erishayotganligi, bizni tariximizga taqalib kelayotganini biz guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun men mana shu bugun O'zbekistonimda tug'ilganimdan, mana shu vatanimni sevishimdan yoshlarimizga vatan tuyg'usi, yurt tuyg'usiga men mana shu tilak tilardimki, bizni yoshlarimiz ham, bizdan keyingi avlodimiz ham bizni buvalarimiz shunaqa davrda shunaqa bo'lishgan, bizni avlodimiz 10 asrlar oldin, 5 asrlar oldin, 6 asrlar oldin deb tilga olishsa, biz juda ham xursand bo'lardik.